Yana bitta yomon narsa o'g'il bolani, qiz bola mayli, o'g'il bolani qo'shnining o'g'liga, amakisini, tog'asini o'g'liga solishtirishlik. Buni qara nimalar qilyapti? Buni qara nimalar qilyapti? Ana shu solishtirishchi bolani yoshligidan boshlanadi. 1 yoshga kirdi, qo'shningning bolasi yurib ketdi, hali yurmadi. Maktabga chiqyapti, uni bolasi zo'r o'zlashtirib, maniki o'zlashtirib. Shunga shukr qilish kerak-ku. Maktabga chiqqaniga shukr qilish kerak-ku. Yo'q. Uniki yurdi, maniki yurmadi. Uniki birinchi o'rinni oldi, maniki uchta oldi-ku, zato. Yo'q, uni e'tibor bermaymizda, faqat balandiga qarab bolani solishtiraveramiz. Bolani qanot sindiramizda, o'g'il bola, erkak kishini qanot shundoq sindiramizda, keyin unga uchmaymiz. Qanaversin? Ucha olmaydi. Va xuddi shu holat keyinchalik bolani ikkinchi oilasida, ya'ni ayoli tomonidan